muqaddas shahar. Islomning asl tug'ilgan joyining kashf etilishi. Kuniga 5 mahal. Har kuni 1 milliarddan ko'p musulmonlar namozda payg'ambarlari Muhammad ularga tanitgan Allohga duo qilishadi. Har kuni kuniga 5 mahal. Iymon keltirganlar yuzlarini muqaddas shahar bo'lmish Makkadagi qora toshga burib, o'zlarini islom diniga bag'ishlashadi. Har kuni ular musulmonlar orasidagi birlikning ramziy ifodasi o'laroq bir tanom bir jon bo'lib namoz o'qishadi. Ularning payg'ambari Muhammad muqaddas kitoblari Qur'on, muqaddas shaharlari esa Makkadir. Ammo arxeologik kashfiyotlar va topilmalar butunlay boshqa hikoyaga ishora qilmoqda. Olimlar islomning ilk yillari haqidagi ma'lumotlarga shubha bilan qarashmoqda. Agar ular haq bo'lib chiqishsa, bu holat bugungi musulmonlarga qanday ta'sir qiladi? Bugun ixtiyorimizda avvallari bo'lmagan uskunalar va imkonlar bor. Zamonaviy texnologiya islomning ilk yillarini yangidan o'rganishimizga va ko'pdan beri tarixchilarga jumboq bo'lib kelgan masalaga oydinlik kiritishimizga imkon yaratadi. Dunyoning turli joylaridagi universitetlar, muzeylar va kutubxonalar qadimiy kitoblarni va qo'lyozmalarni internet orqali tadqiqotchilarga taqdim etishmoqda. Endilikda o'tirgan joyimizda ham kompyuter yordamida qadimiy manbalarni ko'zdan kechirishimiz mumkin. Bugungi kunda olimlar va tadqiqotchilar avvallari katta mablag' va harakat talab qilgan ma'lumotlarni sun'iy yo'ldosh orqali qo'lga kiritishmoqda. Kashfiyotlarini esa ijtimoiy tarmoqlar yoki akademik forumlar vositasida butun dunyo bilan bo'lishmoqda. Qisqasi, islom dinining paydo bo'lishiga oid tadqiqotlarning yangi davri boshlanmoqda. Endi parchalarini birlashtirgan holda 15 asr avval Arabistonda asrida nimalar sodir bo'lganini o'rgana olamiz. Tarixchi va yozuvchi Dan Gibson hayotining ko'p qismini O'rta Sharqda o'tkazdi. Bu qadimiy jo'g'rofiyaning islomdan avvalgi joylari va xalqlari haqida salmoqli izlanishlar olib bordi. Arabistonga ilk bor 20 yoshimda keldim. Dunyoning bu ajib go'shasining har bir burchagini o'rganib, o'tmishga bo'lgan qarashimizni butunlay o'zgartirib yuboradigan yangi bir nazariyaning dalillarini yig'a boshlaganimga 30 yildan oshdi. Uzoq yillik izlanishlarimning so'ngida islom dini an'anaviy tarixchilarning iddao qilgan joyidan boshqa bir joyda paydo bo'lgan degan xulosaga keldim. İlk davr islom manbalarida Makka jumbog'ining ortidagi haqiqatga oid ishoralar va ma'lumotlar mavjud. 2002-yilda Al-Husayn bin Talal universiteti tomonidan tashkil qilingan nabotiy tadqiqotlari mavzusidagi bir anjumanda ishtirok etdim. Bu anjumanda Saudiya Arabistoni va Urdundan kelgan arxeologlar bilan uchrashdim va ulardan xususan Makkaga oid arxeologik daytlar haqida so'radim. Ular ismlarini sir tutishimni iltimos qilib, milodiy 8-asrdan avval Makkaga oid hech bir arxeologik qayd yo'qligini aytishdi. Holbuki men Makkaning devorlar bilan o'ralgan, ichida yo'llar, bog'lar va ma'batlar bo'lgan bir shahar bo'lganini aytadilar deb o'ylagandim. Ammo ular yo'q, bunday bo'lmagan dedilar. Makka nomining Qur'onda bir martagina zikr qilinganini bilarmidingiz? Islom olimlari Makkani boshqa nomlar bilan bog'laydilar. Masalan, Masjidul Harom yoki muqaddas uy deyishadi. Yoki bo'lmasam Bakka, ya'ni yig'lash joyi. Barcha bu atamalar hozirda Makkaning umumiy nomlaridir. Ammo Qur'onda bu nomlarning barchasi Makkani bildirishi haqida aniq bir ifoda yo'q. Islom olimlari bu mavzuda bahslashishga e'tibor qaratmasa-da, hozirda ba'zi tarixchilar bu mavzuga aloqador savollar bera boshlashdi. Makkaning quruq, tashlandiq joy bo'lganini va karvon yo'lida bo'lmaganini aniq ko'rsatdilar. Hamma u davrlarda karvonlar Makkaga tutaqi va ziravor kabi ekzotik mahsulotlar olib kelgan deb o'ylaydi.
Ammo izlanishlar shuni ko'rsatdiki, Muhammadning zamonida bunday narsalarning davri allaqachon tugagan edi. Endi arablar teri va kiyim-kechak tijorati bilan shug'ullana boshlashgandi. Teri va kiyimni shaharlarning onasi va tijorat yo'llarining markazi deb aytilgan katta bir shahar uchun zaruriy ehtiyoj deb bo'lmaydi. Shu xaritaga bir qarang, barcha tijorat yo'llari qayerda tutashmoqda? Shimoliy Arabistonda tijorat yo'llarining markazi deb atash mumkin bo'lgan 3 ta joy bor. Qiziq tarafi shuki, Makka shahri karvonlar to'xtaydigan joy ham emas, chunki u karvon yo'lida joylashmagan. U filmda nima uchun Makkada Muhammad payg'ambar davriga oid biror arxeologik dalillar yo'qligini, nima uchun Makka tasvirlari bu jo'g'rofiya bilan mos kelmasligini va islomning ilk davrida boshlangan bir ichki urushning islom kelajagini qanday qilib o'zgartirib yuborganligiga javob axtaramiz. Butun dunyo musulmonlari o'z payg'ambarlari yashagan shahar Makka ekanligiga qanchalik ishonishmasin, Dan Gibson dalillar boshqa bir yerni ko'rsatmoqda deb hisoblaydi. Arabiston tarixi bilan bog'liq izlanishlarim vaqtida islom tashkil topgan joy sifatida Makkaga emas, Shimoliy Arabistondagi bir joyga ishora qiluvchi ma'lumotlarga duch keldim. Shu kungacha hech kim Makka islomning muqaddas shahrimi yoki yo'qmi degan savolni bermagan. Har bir musulmon yuzini Makkadagi qora toshga qaratib namoz o'qishi kerakligiga ishonadi. Ammo ko'p yillik izlanishlarim va Arab yarim orolida olib borgan ko'plab ekspeditsiyalarim meni islom tarixiga aloqador yangi bir fikrga yo'naltirdi. Bunga ko'ra islomning paydo bo'lish tarixida katta bir xatoga yo'l qo'yilgan. Menimcha bu atayin qilingan xato emas, shunchaki islomning ilk yillariga oid ba'zi voqealarning noto'g'ri tushunilishi oqibatidir. Keyingi avlodlardan chiqqan islom olimlari ilk davr voqealaridagi xato deb o'ylagan joylarga tuzatishlar kiritishdi. Aslida esa hech qanday xato yo'q edi. Hozirda islom diniga e'tiqod qiluvchi 1 milliarddan oshiq insonlar dinlari qayerda va qanday boshlangani haqida noto'g'ri ma'lumotga ega bo'lishlari mumkinmi? Agar shunday bo'lsa, bu holat Muhammad payg'ambarning yo'lidan yurishni maqsad qilgan oddiy musulmonlar uchun qanday natijalar ko'rsatadi? Birozdan keyin ko'pchilik bilmaydigan bir tarix bo'lagiga va tarix sahnasiga nazar tashlaymiz. Tarixchilar ko'p yillar davomida faqatgina Yevropa olami va O'rta Sharq imperiyalari ustida izlanishlar olib borishdi. Arabiston tarixiga esa unchalik e'tibor qilinmadi. Bu holat faqatgina g'arb tarixchilarini emas, balki arab tarixchilarini ham o'z ichiga oladi. Muhammad payg'ambar milodiy 570-yilda bugungi kunda o'ta kam tarixchilar tomonidan o'rganilgan zamonda va makonda tug'ildi. Obosi va otasi nabotiy savdogarlardan edi. Kuni kelib Muhammadning o'zi ham savdogar ayolga uylandi. Bir kuni Muhammad g'orda o'yga cho'mgan vaqtida uning oldiga bir farishta keldi va unga Allohning yo'lini ko'rsatdi. Unga hamd qilishni o'rgatdi. Keyinchalik uning xotini g'orda ko'rgan narsasi chindan ham farishta ekanligi va uni Allohning elchisi sifatida ko'rsatganligiga Muhammadni ishontirdi. Hayoti davomida Muhammadga ayni farishta ko'p bora ko'rindi va har safar payg'ambarga yangi bir vahiy olib keldi. Muhammadga umri davomida kelgan vahiylar jamlangach, bugun barchamiz bilgan Qur'on vujudga keldi. Odil al-Shamari Kuvaytdagi bir universitetda islom tarixi borasida izlanishlar olib borgan. Yillar mobaynida Odil bilan Dan o'rtasida qalin bir do'stlik paydo bo'ldi. Bu ikki do'st din va din tarixi haqida ko'p suhbatlar qilishdi. Muhammad keltirgan xabar shunday edi: Alloh yagona va Muhammad uning so'nggi payg'ambaridir. Bu xabar Makkadagi ko'pchilikni g'azablantirdi, chunki ularning xudolari ko'p edi. Oqibatda esa Muhammadga va unga ergashgan oz sonli insonlarga qarshi zulm boshlandi. Shundan so'ng Muhammad va uning yondoshlari Madinaga ko'chib borishga qaror qilishdi. Muhammad va ashablariga qilinayotgan zulmlar ortib ketgach, ular Madinaga ko'chib o'tishdi. Hijratdan so'ng Madina islomni qabul qildi va Muhammad u yerda islom davlati qurdi.
musulmonlarning taqvimi bo'lmish hijriy taqvim aynan mana shu davrdan boshlanadi. Hijratdan ko'p o'tmay Muhammadning do'stlari karvonlarga hujum qila boshlashdi. Har hujum qilishganida kuchlari va sonlari ortib bordi. Ularga shu qadar ko'p inson qo'shildiki, natijada butun Arabistonga yoyilgan bir armiya paydo bo'ldi. Muhammad payg'ambarning islom dinini butun dunyoga yoyish orzusi bor edi. Ammo kutilmaganda bu yorug' dunyodan ko'z yumdi. Bu esa uning yaqinlari orasida oxiri ichki urushlarga olib boradigan ziddiyatlarga sabab bo'ldi. Ammo oralaridagi bo'linishlarga va ichki urushlarga qaramay, islomni butun dunyoga yoyish fikri to'xtovsiz davom etdi. Oqibatda Shimoliy Afrikaning katta qismi va Markaziy Osiyo musulmonlarining nazoratiga o'tdi. Hozirgi kunda islom dini butun dunyo dinlari orasida ikkinchi eng katta din hisoblanadi. Bugun O'rta Sharq davlatlarida biror inshoot shirkati bir bino qurishga kirishsa, u joyda albatta qadimiy asarlar vazirligidan bir xodim ham bo'ladi. Quddusmi, Damashqmi yoki Ammon bo'lsin. Qayerni kavlasangiz ham, u yerda bir arxeologik yodgorlikka duch kelish ehtimolingiz juda yuqori hisoblanadi. Saudiya Arabistonidagi Makka shahrida ham pudratchilar har yerni kavlashadi. Bir-biridan katta binolar, mehmonxonalar va minoralar qurishadi. Ammo shu paytgacha Makka tuproqlari ostidan hech bir arxeologik ashyo topilmagani arxeologlarni ta'jubga solmoqda. Holbuki Muhammad tug'ilgan shahar juda katta shahar edi. Har turli ish qilishga, karvonlarga ishchi jalb qilishga va qo'shin tuzishga yetadigan darajada ko'p aholisi bor edi. Makka shahri aholisi ko'p shahar bo'lishi bilan bir qatorida dehqonchilik va bog'dorchilikka ixtisoslashgan shahar ham edi. Makka shahri Qur'oni Karimda Ummul Quro, ya'ni shaharlarning onasi deyiladi. Bu ichida muhtasham antik shaharning izlari bo'lgan va mudofaa devorlari bilan o'rab olingan shahar deganidir. Bu barchamiz bilgan katta shahar degani. Muhammad payg'ambar da'vosi yo'lida aslo chekinmadi va olis yo'lida davom etdi, toki Makkaning vodiylariga yetib kelguniga qadar. Oysha yonidagilaridan birining Makka haqida aytgan gapini shunday rivoyat qiladi. Askar turli o'simliklar bilan to'la bu diyorda yana bir kecha qolsam qaniydi der edi. Makkaga yetib kelganimizda suvli va daraxtlarga boy shaharni ko'rdik. Ko'rganimizdan mamnun bo'ldik va u yerga joylashdik. Buxoriy bir mahkum haqida shunday deydi. Zanjirlangan mahkum uzum yeb o'tirgan edi, lekin Makkada uzum mavsumi emas edi. Makka haqida yozilgan bu so'zlarga ishonish juda qiyin. Makka joylashgan hudud toshloq dala va cho'ldan iborat. Bir yilda o'rtacha 10 santimetrdan ko'p yomg'ir yog'maydi. Ko'pchilikni boqa oladigan darajada dehqonchilik qilish u yoqda tursin. Yuqori harorat, qurigan tuproq va iqlim shartlari tufayli Makka atrofida biror bir maysa ham ko'karmaydi. Shunga qaramay, islomning muqaddas shahriga aloqador ravishda ekinzorlar, daraxtlar, o'simliklar va suv haqida so'z bormoqda. Holbuki Makkaning atrofida ekinga yaraydigan tuproq yo'q. Ya'ni haqiqat eski yozmalar bilan mos kelmayapti. Ibn Ishoq makkaliklarning haram hududidagi daraxtlarni kesishni yoqtirmasliklarini aytib o'tgan. Buzilmagan eski tuproqdagi sporlar va chang zarralarini tahlil qilib, u davrlarda bu yerda daraxtlar o'sib o'smaganini osonlik bilan aniqlashimiz mumkin. Bugunga qadar qadimgi Makkada o'simlik o'sganiga doir biror qayd ham, dalil ham topilmadi. Yana bir jumboq Arabistonning eski xaritalarida Makka shahri ko'rsatilmaganidir. Aslida bu qadar ahamiyatli savdo shahri xaritalarga birinchilardan bo'lib kiritilishi lozim edi. Ammo Makka islomdan avvalgi hech bir xaritada ko'rinmaydi. Yillar davomida Arabistonga oid qadimiy xaritalarining bir qancha nusxasini yig'dim. Har birini o'ta sinchkovlik bilan tarjima qildim, lekin islomdan avvalgi xaritalarda Makkani topa olmadim. Milodiy 740-yildan avvalgi hech bir manbada Makka nomi uchramasligini bilarmidingiz? Islom tashkil etilganidan keyingi 120 yil haqida gapiryapman. Islom tarixining ilk 120 yillik davrida yon atrofidagi xalqlar
Makka haqida hech nima bilmasliklari sizga ham g'ayritabiiy tuyulmayaptimi? Qanday qilib minglab askarga ega bo'lgan dehqonchilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi maysazorlari, daraxtlari va meva-chevalari bor. Katta bir shahar boshqa xalqlarning e'tiboridan chetda qoladi. Qal'a devorlari, ma'badlari, bog'lari va ijtimoiy binolari bo'lgan bir shahar qanday qilib boshqa xalqlarning qaydlariga kiritilmaydi? Bundan tashqari, yon atrofidagi xalqlar bilan tijoriy munosabatlar o'rnatgan savdogar shahar ham edi. Yanada hayratlanarlisi, bu qadimiy shaharning hozirgi joylashgan joydan bir dona ham arxeologik ashyo yoki biror bir qayd topilmayotganidir. Go'yoki o'ta ahamiyatsiz va hech bir tijorat yo'lida joylashmagan chekka bir joy kabi ko'rinadi. Hozirda bir qancha tarixchilar islomning paydo bo'lishiga aloqador qaydlar bir afsona degan xulosaga kelishgan. Shunga shubha yo'qki, islomiy manbalarda aytilganlar bilan arxeologlarning topilmalari orasida katta farqlar bor. Bu holatga ko'ra arxeologlar islomiy manbalarning to'qib chiqarilgan afsona ekanligiga xulosa qilishga majbur bo'lishadi. Uzoq izlanishlarim natijasida ilk manbalarning uydirma emasligiga amin bo'ldim. Aslida bu sifatlarga mos keluvchi boshqa bir joy haqida gap ketayotgandek tuyuldi. Men Muhammadning boshqa joyda tug'ilganiga va ulg'ayganiga ishonyapman. Menimcha musulmonlar namoz o'qishganida noto'g'ri tarafga yuzlanishmoqda. Barchaning fikriga ko'ra, Ka'ba Makkaning eng muhim ibodatxonasi va qadimgi haj ziyoratlarining markazi edi. U holda eng to'g'risi islomdan avvalgi haj ziyoratlari haqida ma'lumot yig'ish bo'lishi mumkin. Mashhur tarixchi Tabarining yozishicha ikki xil haj ziyorati mavjud. Bular haj va umra. Biri Hajjul Akbar, ikkinchisi Hajjul Asghar deyiladi. Masalan, Muhammadning bobosi ham islomdan avval umra ziyoratini qilar ekan. Muhammad payg'ambardan, xususan islomdan avvalgi umralarda ham Arabiston haj ziyoratining markazi Masjidul Harom, ya'ni taqiqlangan yig'ilish joyi edi. Bu yerda butparast e'tiqodiga oid butlar bor edi. Bu kabi nomlar islomdan avval ham bor edi. Bugun musulmonlar o'laroq hamon shu nomlarni ishlatmoqdamiz. Bular islomga oid nomlar emas, ammo biz hamon bu atamalardan foydalanamiz. Islomdan avvalgi Arabistonda nimalar bo'lganini anglash uchun avvalo qadimgi Arabistondagi muqaddas makonlarning ahamiyatini anglashimiz lozim. Qadim zamonlarda O'rta Sharq dinlarida butun dunyoga xitob qiluvchi emas, balki o'z o'lkalariga xos mahalliy xudolari bor edi. Hozirgi tarixchilar Yunon va Rim davridagi xudo tushunchasining ta'siri ostida qolishgani uchun qadimgi arablardagi har bir hududning o'ziga xos xudolari borligi to'g'risidagi tushunchani anglashga qiynalishdi. Qadimgi arablarga ko'ra, masalan, Mesopotamiyada yashagan xudolar bor edi. Misrda boshqa xudolar bor edi. Yunonistonda ham o'z xudolari bor edi. Arab savdogarlari qaysi joydan yurishsa, o'sha hududning xudolariga sig'inib ketaverishardi. Arablar har joyda har xil xudolar bo'lishiga qarshi emas edilar. Ular qarshi bo'lgan birgina narsa xudolarning inson shaklida tasvirlanishi edi. Ular xudolarni tasvirlash uchun geometrik shakllarni afzal ko'rishardi. Masalan, bu g'isht shaklidagi xudo. Bu yerda esa uchburchak bir xudo tasvirlangan. Bu xudolarning har biri mahalliy xudolar edi va bu hududdan o'tayotgan har bir kishi ularga hurmat ko'rsatishi kerak bo'lgan. Tabiiyki, bunday diniy tushuncha ma'lum xudolarga oid makonlarning muqaddas deb hisoblanishiga olib keladi. Shu sababli bir ibodatxonaning atrofidagi hudud, masalan, bir vodiy yoki kimsasiz bir cho'l muqaddas deb qabul qilinishi mumkin edi. Har bir ibodatxonaning odamlar jamlanadigan bir hovlisi bor edi. Bu joyda dushmanlar bilan ham yonma-yon bo'lishingiz mumkin edi. Chunki muqaddas makonlarda janjal taqiqlangandi. Sayyohlar Urdunning janubidagi Vodiy Rumning, ya'ni Oy vodiysining muhtasham manzarasini ko'rganlarida atrofdagi haybatli tog'laridan shu qadar ta'sirlanishadiki, ma'budalotga yoki ba'zilarning aytishicha Allotga atab qurilgan bu ibodatxonaga e'tibor berishmaydi.
Bu nabotiylarga oid ibodatxonaning ham muqaddas hududi bor. Bu hudud bino yonidagi bo'sh yer bo'lib, uning chegarasini qarshidagi tog'lar belgilaydi. Islomdan avvalgi arablar qabilalar shaklida hayot kechirishardi. Barcha qabilalar boshqa xudolarga sig'inishardi va qabilalar orasida turli sabablarga ko'ra janglar bo'lib turardi. Ularni birlashtiradigan yagona narsa umumiy jamlanish joyiga qilinadigan haj ziyorati edi. Bu joy Qur'onda Masjidul Harom deyiladi, ya'ni taqiqlangan yig'ilish joyi. Masjid yig'ilish joyi ma'nosini beradi va bugun namozxona deb tushuniladi. Islomdan avval namozxonalar yo'q edi. Shu bois masjid kalimasi faqatgina yig'ilish joyi degan ma'noni bildirardi. Taqiqlangan yig'ilish joyi esa omonlik makoni va ishonchli joy degani edi. Chunki bu yerda dunyoviy ishlar bir chetga surilardi va janjal qat'iyan taqiqlangan, ya'ni harom edi. Islomda taqiqlangan, ya'ni harom tushunchasi juda muhim hisoblanadi. Qur'onda Masjidul Harom haqida so'z boradi. U islomning muqaddas shahrida joylashgan edi. Masjidul Haromning atrofidagi joylar taqiqlangan, ya'ni harom qilingan hudud edi. Alloh Makkani muqaddas bir ibodatxona qildi. Avval ham ibodatxona edi va keyin ham ibodatxona bo'ladi. U yerning o'tlarini hech kim yulolmaydi, daraxtlarini kesolmaydi va hayvonlarini ham ovlay olmaydi. Qisqasi, qo'limizda islomning muqaddas shahriga aloqador ikki xil tushuncha bor. Birinchisi harom qilingan joy edi, ya'ni o'ldirish taqiqlangan edi. Ikkinchisi esa islomdan asrlar oldin ham qadimiy haj ziyoratlarining markazi edi. Endi bu yerga qarang, Najaf cho'li va janubiy Urdundagi qoya yozuvlarining asosiy qismi o'tmishda qadimiy shahar Petraga haj ziyoratiga kelgan insonlar tomonidan yozilgan. Minglab insonlar Petradagi haj mavsumida ismlarini yoki xatlarini bu tosh devorlarga yozganlar. Bu holat biz uchun muammo keltirib chiqaradi. Hozirgi Makka islomdan avvalgi manbalarda yoki xaritalarda ko'rsatilmagan. Shaharni ta'riflovchi sifatlar, savdo yo'llarining markazi, shaharlarning onasi, qadimiy haj ziyoratlarining diqqat markazi, bularning hech biri mos kelmayapti. Bu jumboqni qanday yechamiz? Bu savolning javobini islomning o'zi beradi. Hozirda dunyodagi barcha masjidlarning qiblasi Ka'ba joylashgan tarafni ko'rsatadi. Masjidlarda mehrob degan joy bor va bu jamoat namozlarida imom turadigan joydir. Islomning ilk davrlarida masjidlarda mehrob yo'q edi. Uning o'rniga qiblaga qaragan devor bor edi. Ya'ni butun boshli devor Ka'ba joylashgan tomonni ko'rsatardi. Butun dunyo islom qoidasiga ko'ra qibla Saudiya Arabistonidagi Makkaga yo'naladi. Kunimizda hech kim qibla yo'nalishidan shubha qilmaydi. Qur'onda musulmonlarning bir qiblasi borligi aytiladi. Ammo ilk davrlarda namoz o'qish uchun yuzlanadigan shaharning nomi aytilmaydi. Faqatgina Masjidul Harom, ya'ni taqiqlangan yig'ilish joyi haqida aytiladi. Bundan boshqa ma'lumot berilmaydi. Musulmonlar esa ilk boshida Quddusga yuzlanib namoz o'qilganiga ishonishadi. Islom manbalariga ko'ra milodiy 624-yilda qibla birdaniga Makkaga o'zgartirildi. Muhammad buni Qur'onning 2-surasida ko'rsatdi. Biz sizlarga qiblani belgilab berdik. Garchi bu ish Alloh hidoyat qilganlardan boshqalarga og'ir bo'lsa ham, Alloh hech qachon iymoningizni bekor qilmaydi. Endi sizni o'zingiz rozi bo'ladigan qiblaga buramiz. Yuzingizni Masjidul Harom tomonga buring. Qayerda bo'lsangiz ham yuzlaringizni o'sha tomonga buringiz. Bir arab yarim oroli tarixchisi o'laroq ilk qibla masalasi har doim meni qiziqtirib kelgan. Qibla o'zgarmasdan avval Muhammad qaysi tomonga yuzlanib namoz o'qirdi? Ba'zilar aytganidek Quddusgami, yana ba'zilar aytganidek Suriyagami yoki butunlay boshqa tarafgami? Agar bu tadqiqotni 100 yil oldin qilganimizda edi, juda katta mehnat, izlanish va mablag' kerak bo'lardi. Islomning ilk davr masjidlarini topish uchun butun dunyoni kezib chiqishga majbur bo'lardik. Hozir esa avvallari bir umr qilinadigan izlanishlarni bir necha daqiqada qila olamiz. Google Earth yordamida istalgan joyga koinotdan qarashimiz va ArcNet kabi saytlar orqali yuzlab ilmiy ishlar bilan tanishib chiqishimiz mumkin. Avvalo, qidirayotgan binolarimizdagi ba'zi xususlarni belgilaymiz. Islomiy binolarni tanlaymiz va nihoyat ularni yoshiga ko'ra
tartiblaymiz. Ularni qachon qurilganiga qaraymiz va Google Earth yordamida qibla yo'nalishlarini aniqlaymiz. Oxirida natijalarni xaritaga joylashtiramiz va qiblaning qachon Makkaga o'zgartirilganini o'rganishga urinib ko'ramiz. Qibla devorini aniqlash uchun olim bo'lish shart emas. Bunga o'xshash ba'zi ilk davr masjidlari kvadrat shaklida qurilmagan. Shu sababli avval qibla devorini topish, keyin esa ushbu devordan 90 daraja burchak ostida qarash kerak bo'ladi. Kvadrat shaklida bo'lmagan masjidning yon devorlari yoki orqa devoridan foydalana olmaymiz. Siz ko'rib turgan bu uyuq eski masjidning mehrobidir. Qadimgi arablar qibla yo'nalishini yulduzlarga qarab bexato topishardi. Hozirda qiblani aniqlashning eng oson yo'li biror masjidga borish yoki GPS dasturidan foydalanishdir. Lekin bizning tadqiqotimiz uchun hamma masjidlar ham to'g'ri kelavermaydi. Chunki ko'plari vaqt ta'sirida buzilib, qayta qurilgan. Shuning uchun ularning asl qibla devorlarini aniqlash biz uchun deyarli imkonsiz ko'rinardi. Ammo buni qarangki, masjidlarning bir nechtasi bizning kunimizga qadar yetib kelgan ekan. Masalan, Madinadagi Masjidi Qiblatayn, ya'ni ikki qiblalik masjid. Islomiy tarixga ko'ra, qiblaning Makkaga o'zgarishi haqidagi vahiy payg'ambarga shu masjidda kelgan. Payg'ambar namozning yarmida birdaniga Makka tarafga yuzlangan va shu shaklda namozni davom ettirgan. Bizning savolimiz shunday: avval qayoqqa yuzlangan edi? Musulmonlarning bunga javoblari tayyor. Albatta, Quddusga yuzlanar edi. Hozirda Masjidi Qiblataynning mehrobi Makkani ko'rsatadi. Ammo 1987-yilda bu masjid qayta qurish uchun butunlay buzib tashlangan. Butunlay buzilgan masjidning eski asosi ko'ringanida bilishdiki, masjidning qadimiy bir qibla devori bor edi va bu devor shimolga qaragan edi. Umuman olganda Quddus tarafga. Shu sababli musulmonlar ilk qiblaning Quddusga yo'nalganiga ishonishadi. Buni qanchalik to'g'ri ekanligini tekshirib ko'rishning oson yo'li bor. Qibla devorlarini aniqlash mumkin bo'lgan eng qadimiy masjidlarni belgilab, ularning qibla yo'nalishlarini bir xarita ustida kuzatishimiz va bu yo'nalishlarning bir-biri bilan birlashib-birlashmaganini aniqlashimiz mumkin. Oqibatda 3 xil natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Yo hammasi turli tarafni ko'rsatadi, yo hammasi Quddusni ko'rsatadi, yoki hammasi butunlay boshqa bir joyni ko'rsatadi. Arabistondagi ikki qiblalik masjiddan tashqari kunimizgacha yetib kelgan va tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'lgan yana 11 ta masjid bor. Bular Xitoyda, Misrda, Janubiy Urdunda, Livanda, O'rta Urdunda, Yamanda, Isroilda, Iroqda, Quddusda, Falastinda va nihoyat Livanda joylashgan. Tarixiy tartibga ko'ra qarasak, ikkinchi eng qadimiy masjid Xitoyning Guanzhou shahrida joylashgan. Bu shahar avvallari Kantun deb atalardi. Marco Polo 1300-yilda bu shaharga kelganida bu yerga joylashgan 100 mingdan ortiq arab va ajam savdogarlariga duch kelgan. Chunki arablar bir necha asrlardan beri xitoyliklar bilan savdo qilishar edi. Bularning barchasi qaydlarda mavjud. Qaydlarga ko'ra, Muhammadning qarindoshi Abu Waqqos savdogarlik qilish uchun Xitoyga kelgan. Xitoy qo'lyozmalarida aytilishicha, milodiy 627-yilda, ya'ni islom tashkil topganidan 6 yil o'tib, Abu Waqqos Kantundagi arablar uchun bir masjid qurdirgan. Bu masjidni ko'zdan kechirdim va yonimdagi GPS qurilmasi orqali qibla tarafini aniqladim. Natijalar hayratlanarli edi. Bu masjidning qiblasi Makkani ko'rsatmayotgandi. Qibla yo'nalishi Makkadan 12 daraja shimolga og'gan edi. Ammo qibla tomoni Quddusga ham qaramagandi. Quddusning janubidan o'tardi. Keyingi masjid milodiy 641-yilda islomning tashkil topishidan 20 yil o'tib qurilgan masjiddir. U Qohira yaqinidagi Fustat qishlog'ida joylashgan. Bu masjid tarix bo'yi bir necha bor qayta qurilgani va kengaytirilgani uchun hozirda uning eski asosini topishning iloji yo'q. Ammo masjidning asl loyihasini tasvirlovchi qaydlar kunimizgacha yetib kelgan. Bu qaydlarga ko'ra, masjidning ilk qiblasi sharqqa qaragan ekan. Keyinchalik qibla devorini Makkaga qaratish uchun biroz janubga qiyalatib insho etilgan.
Bizgacha yetib kelgan keyingi islomiy bino Janubiy Urdunning Xumayma shahrida joylashgan ummaviy saroyidir. Milodiy 700-yillarda yoki islom tashkil topganidan 80 yil o'tib, Ummaviylar sulolasi bu yerda katta bir saroy qurdirdi. Saroyning alohida masjidi yo'q edi. Uning o'rniga musulmonlar namoz o'qish uchun saroyning hovlisiga yig'ilishardi. Bu saroyning ham bir qiblasi bor, ammo u ham Quddus tomonga qaramagan edi. Bir yil o'tib esa Livanning Ba'al-Bak shahrida yangi bir masjid qurildi. Ammo uning qiblasi ham Makkaga yo'nalmaganiga diqqat qiling. Yana bir yil o'tib, Ummaviylar Urdunning poytaxti Ammonda qal'a ichida katta va muhtasham masjid qurishdi. Mazkur masjidning qiblasi janubga qaragan, ammo Makka esa bu tomonda. Milodiy 705-yilda yoki islom tashkil etilganidan 84 yil o'tib, musulmonlar Yamanning poytaxti Sano shahrida Buyuk Sano masjidini insho etishdi. Bu masjidning qiblasi Makka tomonga qaragandek ko'rinsa-da, aslida bu yo'nalish Quddus bilan Makkaning o'rtasidan o'tadi. Milodiy 706-yilda Umaviy hukmdorlari Isroilning Jalila ko'li sohilida Xirmatul Minyon nomli hashamatli qasr qurdilar. Qasrning ichida masjid sifatida foydalanilgan bo'lim ham bor edi. Kirishdagi peshlavhada bu qasrning islom barpo etilganidan 87 yil o'tib, musulmon hukmdori Al-Valid tomonidan qurdirilganligi yozilgan. Qasr ham, ichidagi masjid ham na Quddusga va na Makkaga qaraydi. Shu yili musulmonlar Iroqdagi Vasit shahrida Vasit masjidini qurishdi. Boshida arxeologlar masjidning Quddusga qaraganini iddao qilishsa-da, keyingi izlanishlar shuni ko'rsatdiki, masjid Quddusning janubiy tomoniga qaragandi. Keyingi masjid Quddusning o'zida joylashgan Masjidul Aqsodir. Bu masjid Qubbatus Sahro emas, uning yonginasidagi qadimiy masjidning nomidir. Masjid zotan Quddusning ichida joylashgan, ammo uning ham bir qibla devori bor va bu devor ham Makka tomonga yuzlanmagan. Keyingi masjid milodiy 724-yilda, ya'ni islomdan 103 yil o'tib insho etilgan. Bu Urdun vodiysida Eliho kentining yonidagi Xirbatul Mafchor masjididir. Saroy Ummaviy sulolasining so'nggi yillarida qurilgan. Binoning loyihasiga qaraydigan bo'lsak, saroy ham, uning ichidagi masjid ham Makka va Quddusning orasidagi bir joyga yuzlanganini ko'ramiz. Shu yili Bayrutga 58 kilometr masofadagi Anjar shahrida yana bir masjid qurildi. Bu masjid ham Ummaviy sulolasining so'nggi yillarida qurilgan va sulolaning inqirosidan 30 yil o'tib xarobaga aylangan. Qaytadan qurilmagani uchun qiblasini aniqlash qiyin bo'lmaydi. Qibla yo'nalishi Makkani ham, Quddusni ham ko'rsatmayapti. Endi ushbu ma'lumotlarning barchasini bir xaritaga jamlaylik. Natija esa o'ta hayratlanarli bo'ldi. Islomning ilk asrida qurilgan va hozirgacha aniqlay olgan masjidlarimizning biri yoki ikkisi emas, barchasi Janubiy Urdundagi bir nuqtani ko'rsatmoqda. Makkani emas. Shimoldan janubga, sharqdan g'arbga qadar o'rgangan barcha masjidlarimizning qiblasi bitta joyga qaragan. Bu qibla yo'nalishini aniqlash vaqtidagi kichik bir xato emas, chindan ham hammasi qat'iyan bir joyni ko'rsatmoqda. Siz ko'rib turgan bu nuqtada qadimiy bir shahar joylashgan. Petra. Bugungi kunda bu mashhur turistik shaharni hamma biladi. Dunyoning har tarafidan sayyohlar bu yerdagi shohona ibodatxonalarni va yodgorliklarni ko'rish uchun kelishadi. Qur'onda tasvirlangan shaharlarning onasi Petra shahri bo'lishi mumkinmi? Uning qadimda haj markazi bo'lganligini bilamiz. Shu bilan birga Muhammad tug'ilgan va islom tashkil etilgan shahar bo'lish ham mumkinmi? Bu juda g'alati, axir sen bizga Petra deyapsan, ammo Buxoriy Quddus ekanini aytadi. Buni qanday tushunish kerak? Buxoriy Quddus deb turgan bo'lsa,
biz sen aytgan gapga qanday ishonaylik? Har bir samimiy musulmon menga ilk davrlarda Quddusga qarab namoz o'qilganini aytadi. Ular shunday deb bilishadi. Chunki Buxoriy ularga shunday degan, men Buxoriy shunday deganini tasdiqlayman. Ammo Buxoriy Muhammaddan 200 yil o'tib yozishni boshlagan. Qibla o'zgartirilganidan esa 100 yildan ko'proq vaqt o'tgach yozgan. Ya'ni u davrni o'z ko'zi bilan ko'rmagan, faqatgina insonlarning xotiralarini jamlagan. Hatto jamlash vaqtida bir-biriga zid bo'lgan hikoyalarni ham kitobiga kiritgan. Insonlar Quboda bomdod namozini o'qiyotgan vaqtlarida bir odam ularga kelib shunday dedi: Bu kecha Rasulullohga yangi bir oyat keldi va Ka'baga yuzlanishga buyurildilar. Siz ham yuzingizni Ka'baga bo'ring. Va nihoyat shundan so'ng Suriya tomonga yuzlangan odamlar birgalikda Makkadagi Ka'baga yuzlanib namoz o'qidilar. Men Muhammadning ilk boshida Madinada yashagan davrlarida Petraga yuzlanib namoz o'qiganiga ishonaman. U davrda Petra Rim imperiyasining Suriya viloyatiga qarashli edi. Buxoriy rivoyatlarini to'plashni boshlaganida odamlar Petrani allaqachon unutishgan edi. Ammo hamma ota-bobolarini Suriya tomonga yuzlanib ibodat qilishganini eslardi. Qur'on bizga Masjidul Haromning Bakkada ekanligini aytadi. Aslida qayerda joylashgan? Bakkaga aloqador savol berganlar aslida qiziq bir mavzuni ko'tarishmoqda. Islomiy adabiyotlardagi Bakka nomi islomning muqaddas shahri bilan bir ma'noni bildirishiga to'liq qo'shilaman. Muhammad yosh yigitlik vaqtida odamlar Ka'bani qayta qurishga qaror qilishadi. Buzilgan toshlar orasidan ustiga eski nabotiy til bo'lmish Suryoniycha yozilgan toshlar topishdi. Ular bu yozuvlarni tarjima qilish uchun bir yahudiyga ko'rsatishdi. Men Bakkaning Rabbi Allohdirman. Yer va ko'kni yaratgan kunim, oy va quyoshga shakl bergan kunim Bakkani ham yaratdim. Va uning atrofiga 7 pokiza farishtani joylashtirdim. 2 buyuk tog'i bor ekan, Bakka ham bor bo'lajak va insonlarga sut ila suvni barakatli qilajakdir. Bakka kalimasi eski Somiy tilidan olingan bo'lib, yig'lamoq va motam tutmoq ma'nolarini anglatadi. Agar bir joyga Bakka nomi berilgan bo'lsa, demak u yer yig'lash joyi deganidir. Bakka nomi Quddus uchun umuman qo'llanilmagan. Bu atana Zaburda bir martagina tilga olinadi. Zaburning 84-sanosida Bakka vodiysi haqida so'z boradi. Qur'onda ham bir yig'i vodiysi haqida aytiladi. Bu vodiyda Hojar o'g'li Ismoil uchun ko'z yosh to'kkan edi. Qur'onda bu voqea Bakkada sodir bo'lgani aytiladi va bu Ka'ba qurilgan joyning eski nomidir. Hech shubha yo'qki, u Quddus emas, chunki Quddus tog'ning ustiga qurilgan vodiyga emas. Menimcha javob juda oddiy. Petrada tez-tez katta zilzilalar yuz berardi. Shulardan biri milodiy 551-yilda Muhammadning tavalludidan 19 yil avval sodir bo'ldi. O'sha zilzilada Petraning katta qismi xarobaga aylanganiga aytiladi. Petraga Bakka, ya'ni yig'lash joyi deyilishi mantiqqa mos keladi. Chunki turli zilzilalarda ko'pgina inson halok bo'lgandi. Agar islomning muqaddas shahri chindan ham Petra bo'lsa, u holda Muhammadning qabilasi bo'lmish Quraysh qabilasiga oid izlar bo'lishi kerak. Agar Dan Gibson Muhammad mansub bo'lgan qabilaning izlarini topa olsa, payg'ambarning Makkada emas, Petrada tug'ilganligi haqidagi nazariyasi yanada quvvatlanadi. Bu joy qadimda Xavar shahri deb bilinardi. Hozirda esa Humayma deyiladi. Arxeologlar bu yerda Abbosiylar davridan qolgan chorvaxonalarini va biroz keyingi davrda qurilgan masjid qoldiqlarini topishdi. Iroq musulmonlari Shom ummaviylarini yengishganida Muhammadning sulolasidan bir kishi chiqib, ularga yon bosishini va isyonga fatvo berishni istadilar. Shu sababli bu yerga Petradan 43 kilometr masofadagi Humayma kentiga kelishdi. Muhammadning sulolasini va Quraysh qabilasini ham shu yerdan topishdi. Saudiya Arabistondagi Makkaga borishmadi. Madinaga ham borishmadi. Shu yerga Petradan 43 kilometr uzoqlikdagi Humaymaga kelishdi va Muhammadning sulolasini Saudiya Arabistonidan emas, shu yerdan topishdi. Hozircha barcha ilk masjidlarning qiblasi qadimiy shahar Petraga qaraganligi ma'lum bo'ldi.
Xo'sh, Petraning o'zi islomning muqaddas shahri haqida aytilgan va yozilgan barcha sifatlarga mos keladimi? Ilk tarixchilar rivoyat qilgan va Muhammadning hayotidan hikoya qiluvchi bir voqeada shunday deyiladi. Muhammadning otasi Abdulloh dalada ishlab uyga ust-boshi tuproq bo'lib qaytadi va ilk ayolini yotoqqa chaqiradi. Ammo hamma joy kir bo'lgani uchun ayoli istamaydi. Shundan so'ng Abdulloh tashqariga chiqib cho'miladi va ikkinchi ayoli Ominaning oldiga kiradi. Omina shu kuni homilador bo'ladi va 9 oy o'tgach Muhammad tug'iladi. Bu hikoyaning biz uchun muhim bo'lgan jihati ilk tarixchilarning barchasi Abdullohning ustidagi kirni ifodalash uchun bir xil kalima qo'llaganligidir. Barchalari arabchada ekin tuprog'i degan ma'noni anglatuvchi kalimani ishlatganlar. Bu yerda muammo shu yerdaki, Makkaning atrofida ekin ekishga yaraydigan tuproqning o'zi yo'q. Petrada esa qadimda suv, ekin maydonlari va daraxtlar bo'lganini aniqladik. Arxeologlarning aytishicha, qadimda bu shaharda ham xususiy hamda xalqqa ochiq bog'lar bo'lgan. Akveduklar va ariqlar orqali shaharga suv kelib turgan. Arxeologlar Petraning atrofida mevali daraxtlar, uzum bog'lari va xiyobonlar bo'lganini aytishmoqda. Hozirda ham Petradan 5 chaqirim uzoqlikdagi Albayda qishlog'ida ekin maydonlarini uchratish mumkin. Eski tuproqni tahlil qilgan olimlar bundan 100 yil oldin ham Petraning atrofidagi tog'lar, daraxtlar bilan qoplangan bo'lganini aniqladilar. Bular eman, qarag'ay, xandon pista va kirub daraxti. Ammo muqaddas shahar faqatgina daraxt va dalalardan iborat emas edi. Shaharning qal'a devorlari ham bor edi. Ibn Ishoq aytadiki, Makka devorlarining yaqinida uning atrofini o'rab olishdi. Bu holat odamni o'ylantirib qo'yadi, chunki Makkada hech qachon mudofaa devorlari bo'lmagan. Ba'zilar buni bir uyning devori ekanini iddao qilishadi. Ammo Ibn Ishoq bu joyda aniq va tiniq Makka devorlari deyapti. Ammo lekin Makkaning atrofida devorlar yo'q edi. Xo'sh, Petrachi? Petra bir vodiyga qurilgan edi va bu vodiyning ikkala tarafi ham baland tog'lar bilan ihotalangan. Bu tog'lar tabiiy mudofaa devori vazifasini o'taydi. Shu sababli ham petraliklar ikki tog'ning orasiga qal'a devori qurishga ehtiyoj sezishgan. Ular vodiyning har ikki tarafiga ham devor qurishgan. Qisqasi, Petraning qal'a devorlari bo'lgan ekan. Petraning yana bir o'ziga xos jihati uning o'zgacha bir irmoqqa ega ekanligidir. Odatda vodiyning ikki tarafida ham tog'lar joylashgan bo'ladi va ikki tog'ning orasidan suv oqib o'tadi. Ammo lekin Petrada biroz boshqacharoq. Zilzilalar tog'larida yoriqlar hosil qilgan. Suv esa shu yoriqdan vodiyga keladi. Vodiyni kesib o'tib, ikkinchi yoriqdan chiqib ketadi. Nabotiylar har ikki tog'ning orasiga qator ustunli yo'l insho etishgan edi. Yo'lning yoniga esa yomg'ir suvlari uchun ariq ham kavlashgan edi. Islomga ko'ra haj amallaridan biri Safo va Marva orasida 7 marotaba sa'y qilishdir. Ammo shunisi qiziqki, Buxoriyning aytishicha, Muhammad bu amalni ikki tepaning orasidagi yomg'ir arig'ida yurib bajarar ekan. Ammo shu joyda bir muammo tug'iladi. Hozirgi Safo va Marva shunchaki ikkita xarsang tosh xolos. Bugungi kunda har ikkisi ham masjid binosining ichida saqlanadi. Ushbu rasmda ham ko'rinib turganidek, bu ikki xarsang toshning orasida yomg'ir arig'i yo'q. Ammo Petraga qarasak, belgilarga mos keladigan va bir tog'dan ikkinchisiga yo'nalgan bir ariq bor. Shuningdek, Petra havzasiga 4 kirish yo'li mavjud. Petra vodiyda joylashganligi bois shaharga har ikki tomonidan ham kirish mumkin. Makka shahri fath qilingan yili payg'ambar Makkaga yuqori tomondan kirdi. Shuningdek, Petraga olib kiradigan boshqa yo'llar ham bor edi. Eski manbalarda muqaddas shaharga qoyalarning orasidagi yoriqdan kirib chiqilgani aytiladi. Bu yo'l arabchada soniya deyiladi va ikki tog' orasidagi yo'l degan ma'noni anglatadi. Buxoriy bu haqida bir necha bor to'xtalgan. Rasululloh Makkaga yuqori soniyadan kirardi va quyi soniyadan chiqardi. Payg'ambar yurishda davom etdi, toki soniyaga yetguniga qadar. U yerdan Quraysh qabilasiga borishi mumkin edi.
Petrada ikkita Sonya yo'li bor. Bulardan biri mashhur Siq yo'lidir. Sayyohlar qadimiy shaharga shu yo'ldan kirishadi. Ikkinchisi esa ustunli yo'lning narigi tarafida joylashgan. Bu yo'l kanyonlardan iborat bir labirintga olib chiqadi. Kanyonlar esa O'lik dengizning quyidagi Araba vodiysida tugaydi. Shuningdek, Petrada ko'plab ibodatxonalarni ko'rishimiz mumkin. Sal nariroqda kunimizda qanotli arslon ibodatxonasi deb nomlanuvchi Al-Uzza ibodatxonasining xarobalari bor. Orqamdagi bino hozirda Faravon qizining qasri deb nomlanadi. Bu yer Dushara xudosiga bag'ishlangan ibodatxona edi. Atrofdagi tog'lar Dusharaning uyi edi va bu tog'larning bag'rida Dushara ibodatxonasi joylashgan edi. Ibn Hisham shu mavzuga aloqador juda qiziq bir rivoyat keltiradi. Islomning ilk yillari islomni qabul qilgan ozchilik insonlar bor. Shulardan biri makkalik Tufayl bin Amr edi. Bin Amr safarlaridan birida islomni qabul qildi. Makkaga qaytganida ayoli ham eriga itoat qilib iymon keltirdi. Keyin Tufayl ayoliga Dushara ibodatxonasiga borib, u yerda poklanib kelishini aytdi. Ibodatxonaning muqaddas joyida yuvinish uchun suv oqib turardi. U yuvinib uyiga qaytdi va islom bilan tanishdi. Bu voqea bu yerdan 1000 chaqirim uzoqda va Dushara ibodatxonasi bo'lmagan Makkada sodir bo'ldimi yoki shu yerda Petrada sodir bo'ldimi? Agar shunday bo'lsa, Dushara ibodatxonasi yonginamizda joylashgan. Ayoli darhol ibodatxonaga kelib, yuvinib, yana uyiga qaytgan bo'lishi mumkin. Saudiya Arabistonidagi Makkada Dusharaga bag'ishlangan bir ibodatxona bormi? Yo'q. Ibodatxona yo'q. Tog' orasidagi yo'llar yo'q. Ermoqlar yo'q. Qal'a devorlari yo'q. O'simliklar yo'q. Daraxtlar yo'q. Hech biri yo'q. Bularning hammasi shu yerda, Petrada. Shuningdek, islomning ilk asrida islom dunyosidagi barcha masjidlar shu yerni, Masjidul Haromni, ya'ni taqiqlangan yig'ilish joyini ko'rsatardi. Shu yerni, Petrani, yer yuzida islomning muqaddas shahri tarifiga bunchalik mos keladigan boshqa bir joy yo'q. Al-Xattob Zaydga shu qadar aziyat berdiki, u Makkaning yuqori tomonlariga ketishga majbur bo'ldi. Zayd yuzi shaharga qaragan Hiro g'origa keldi va shu yerda qoldi. Bu rivoyatda qiziq bir nuqta bor. Demak, Hiro g'ori Makkaning yuqori qismida ekan. Ammo bugun Makkaga borsangiz, Hiro g'orining yuzini shaharga teskari turganini ko'rasiz. Petrada esa shaharning yuqorisi ustunli yo'lning shimoliy tomoniga to'g'ri keladi. Shaharning quyi qismi esa ustunli yo'lning janubida joylashgan. Hatto ustunli yo'l bu qadimiy shaharni qoq o'rtasidan ikkiga bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Agar muqaddas shahar Makka aslida Petra bo'lsa, demak Muhammadga ilk vahiy kelgan g'or ham Petraning yuqori qismida bo'lishi kerak. Manbalarda Hiro g'orining yuzi shaharga qaragani aytiladi. Shuningdek, g'or saviyasi biroz pastroqda bo'lishi ham kerak, chunki Muhammad g'orga kirish uchun pastga tushardi. Agar shunday bo'lsa, u holda uning joyini bilaman. Avvalo shu tomonga borishimiz kerak. Bu g'orda turli tangri tasvirlarini ko'rishimiz mumkin. Shu yuqorida ko'rdingizmi, katta hilol ramzi bor. Bu yer esa yosh insonning hayot haqida chuqur tafakkurga cho'mish uchun juda qulay joy. Ushbu g'orning barcha sifatlari va joyi xuddi eski manbalarda aytilganidek mos keladi. Shahar ostonasida joylashgan va yuzi shaharga qaragan, insonlar ibodat va tafakkur qilish uchun ziyorat qilgan joylari. Mening fikrimcha bu joy islomning eng muqaddas joylaridan biridir. Ustiga ustak shu yerda, Petrada Qur'onda har bir musulmon namoz vaqtida taqiqlangan yig'ilish joyi tomon yuzlanishga buyuriladi. Taqiqlangan yig'ilish joyi bir bino emas edi. Kattagina hudud edi. Atrofi maxsus toshlar bilan o'ralgan keng joy edi va bu toshlar muqaddas makonning chegaralarini belgilardi. Bu chegaraning ichida o'ldirish mumkin emas edi. Hatto qushlar ham ovlanilmasdi. Xo'sh, bunday hududning chegaralarini belgilash uchun qanday toshlar kerak bo'lardi? Agar kichik toshlar ishlatsangiz, cho'ldagi boshqa toshlar bilan aralashib ketishi mumkin. Ulkan toshlar bo'lishi lozim.
Shuningdek, ajralib turuvchi bir xususiyatlari bo'lishi kerakki, muqaddas makonning chegarasini ko'rsatayotganlari bir qarashda ma'lum bo'lsin. Bugun Makkada bunday toshlarni uchratmaymiz. Tarixchilar yillar davomida bu chegara belgilarining qanday ekanligi borasida bosh qotirishdi. Oxiri vaqt ta'sirida yo'qolib ketgan degan xulosaga kelishdi. Balki u yerda bunday toshlar umuman bo'lmagandir. Agar islomning muqaddas shahri chindan ham Petra bo'lsa, unda albattaki bunday toshlar Makkada bo'lmasligi tabiiy hol. Ular shu yerda Petrada bo'lardilar. Petraning o'ziga maftun qiluvchi yana bir xususiyati bor. Turistlar doimo kub shaklida kesilgan qator xarsinglarning yonidan o'tishadi. Bu yerning mahalliy badaviylari bu toshlarni jin qoyalari deb ataydilar. Qizig'i shundaki, bu kabi to'rtburchak toshlarning soni 20 dan ortiq va hammasi shaharga kirish joylarini ko'rsatadi. Bu toshlar taqiqlangan yig'ilish joyining chegaralarini ko'rsatayotgan bo'lishi mumkinmi? Balki shuning uchun ham toshlarni Makkadan topa olmayotgandirmiz. Agar bu rost bo'lsa, Masjidul Harom, ya'ni taqiqlangan yig'ilish joyi aynan shu joy bo'lishi mumkin. Agar chindan ham shu joy bo'lsa, demak Ka'ba ham shu yerda bo'lishi kerak. Lekin u bu yerda emas, chunki Ibn Zubayr ismli bir odam uni boshqa yoqqa ko'chirgan. Hujjatli filmimizning hozirgacha bo'lgan qismida musulmonlarning ilk boshda qayoqqa yuzlanib namoz o'qishganini o'rganib chiqdik. Izlanishlarimiz natijasida islomning ilk asrida qurilgan barcha masjidlar Petraga yuzlanganini ko'rdik. Ammo unda qal'a ichiga qurilgan ikki masjidni o'rgangan Dan Gibson qibla yo'nalishining qachon o'zgargani haqida bir fikrga keldi. Xo'sh, islom tarixida nima uchun qibla o'zgargani haqida biror ma'lumot berilganmi? Islom manbalaridagi Gibson aniqlagan davrga qarasak, islom tarixidagi ikkinchi ichki urushni ko'ramiz. Islom tarixida ko'plab janglar bo'lgan. Muhammadning vafotidan keyinoq o'zaro urushlar boshlanib ketdi. Shuning uchun ham bugungi kunda shialar va sunniylar bor. Jangda sunniy bo'lgan Umayylar g'alaba qildi va keyinchalik Shomdan turib islom dunyosini boshqarishdi. Tarixning bu davrida muqaddas shaharning hokimi Abdulloh ibn Zubayr edi. U mavjud tizimdan norozi edi. Uning nazdida muqaddas shahar butun islom dunyosining eng muhim shahri edi. U barcha shaharlarning onasi edi. Ammo ummaviy hukmdorlari poytaxt sifatida Shomni tanlashgandi. Shomdagi poraxo'rlik va ichki nizolardan ko'pchilik norozi edi. Natijada milodiy 683-yilda, ya'ni islomning 64-yilida Ibn Zubayr muqaddas shaharda o'zini xalifa deb e'lon qildi. U bu harakati bilan islomdagi ikkinchi ichki urushni boshlab berdi. Umayylarning bunga javobi shiddatli bo'ldi. Ular darhol muqaddas shaharga qo'shin tortishdi. Shunda Ibn Zubayr aql bovar qilmas bir ish qildi. U islomning qadimiy va muqaddas ibodatxonasi bo'lmish Ka'bani buzib tashladi. Ibn Zubayr Ka'ba ibodatxonasini yo'q qildi. Uni yer bilan yakson qildi va asosini ham qo'pordi. Hajarul Aswadni joyidan olib ipak matoga o'radi va yog'och qutiga soldi. Umaviy qo'shinlari Ibn Zubayrga va uning tarafdorlariga qarshi tinimsiz jang qilishdi. Ammo 40-kuni Shomdan noxush bir xabar keldi. Xalifa vafot etgandi. Umaviy qo'mondonlari jang tugamaganini, lekin Shomga qaytishlari kerakligini aytib, hujumni to'xtatishdi. Shomda yangi bir xalifa saylanishi kerak edi. Qo'shin tarkibida Umaviy sulolasining vakillari ham bor edi. Ular qo'shinning himoyasi ostida Shomga qaytishlari kerakligini aytdilar. Shundan so'ng butun qo'shin Shomga qaytib ketdi. Bu yerda vaqt bilan bog'liq bir muammoga duch kelamiz. Islomiy manbalarida bu holat juda aniq ko'rsatilgan. Xalifaning o'limidan so'ng uning o'rniga 13 yoshlik o'g'li o'tirdi. Tabariyning 20-jildida xalifa o'lganidan keyin uning o'g'li 40 kungina yashagani, keyin u ham o'ldirilganligi haqida yozilgan. Bu vaqt ichida muqaddas shahardan yo'lga chiqqan qo'shin Shomga kelib bo'lgan edi. Holbuki sekin yuradigan qo'shinning Saudiya Arabistonidagi Makka bilan Suriyada joylashgan Shom orasidagi 1000
1400 chaqirimlik kimsasiz cho'lni bosib o'tishi juda uzoq vaqt talab qilgan bo'lardi. Qo'shin kuniga 32 chaqirim yo'l bosganida ham Shomga 43 kunda kelgan bo'lardilar. Shomdan yo'lga chiqqan choparning vaqtini qo'shinning jangni to'xtatish uchun qaror qabul qilish vaqtini va 43 kunlik tezlashtirilgan qaytish vaqtini qo'shadigan bo'lsangiz, ular bunaqa qisqa vaqtda ulgurishmagan bo'lardi. Bunga ko'ra Makka aql bovar qilmas darajada uzoqda joylashgan. Agar muqaddas shaharni Petra deb oladigan bo'lsak, bosib o'tiladigan masofa anchagina qisqaradi. Masofalarga oid bunday nomutanosibliklar islom tarixini o'rganishda tez-tez muammolarga sabab bo'ladi. Saudiya Arabistonidagi Makka shahri islomning ilk davrida keltirilgan ko'pgina rivoyatlarga mos kelishi uchun juda uzoqda joylashgan. Biroz xotirjam nafas olgan Ibn Zubayr endi mudofaaga qaytadan taraddud ko'rishi va ummaviy qo'shinlarining qaytishiga hozirlanishi mumkin edi. Endi sizga bir narsa ko'rsataman. Bular Tabariyning Islom tarixi asarining jildlari. Tabariy islom tarixining har bir yilida nimalar bo'lganini tafsilotlari bilan keltirgan va bu borada juda ko'p ma'lumotlar to'plagan. Islomning har bir yiliga kattagina bo'lim, hatto ba'zan ikkita bo'lim ajratgan. Keyinroq esa g'alati bir narsa yuz beradi. Muqaddas shahardagi jang bir necha yil davom etgan, ammo hijriy 70-yil islom tarixi uchun o'ta muhim hisoblanadi. Endi bunga qarang. Tabariy 69-yildagi voqealar uchun 15 sahifa ajratgan. 71-yil uchun esa ro'pa-rosa 27 sahifa ajratgan. Xo'sh, 70-yil qay ahvolda? Shunga bir qarang. 70-yil uchun Tabariy bor yo'g'i bir necha qator qoralagan xolos. Tabariy bu yilga doir hech bir ma'lumot topa olmadimi? Yoki keyinroq Tabariyning bu bo'limi senzuraga uchradimi? Faqatgina bir necha qator bor, lekin shular ham bizga qiziq tafsilotlar bermoqda. Aytilishicha, Abdulloh ibn Zubayrning ukasi Mus'ab ibn Zubayr shu yili muqaddas shaharga nimalardir olib kelgan. Bu askarlar uchun qurol yaroqmidi? Yo'q, unday emas. Kitobda aytilishicha, juda ko'p ot va tuya olib kelgan. Mening fikrimcha, o'sha yili Ibn Zubayrning tarafdorlari Umaviy qo'shiniga qarshi tura oladigan bir joy topish umidida Petradan janubga Arabiston cho'llari tomon yo'lga chiqishgan. Bu yilga oid barcha tafsilotlar Tabariyning asaridan o'chirilgan. Ammo shuni bilamizki, o'sha davrda shaharga ko'plab ot va tuyalar keltirilgan. Bu esa shahar aholisini boshqa bir joyga ko'chirishdan boshqa narsa emas. Qonli jangdagi bu tanaffus keyingi yil ham davom etdi va Ibn Zubayr bu fursatdan foydalanib diniy loyihasini boshladi. U Ka'bani qaytadan qurdi. Ammo Tabariy bizga yangi Ka'baning qayerga qurilganini aytmagan. Petradamidi yoki uzoq va yanada ishonchliroq bo'lgan Makkadami? Mening fikrimga ko'ra, yangi Ka'ba Saudiya Arabistonida qurildi va saqlab qolish uchun Hajarul Aswad u yerga olib ketildi. Shu tariqa Ibn Zubayr muqaddas shaharni qo'ldan chiqarsa ham qora toshli Ka'ba hamon u bilan bo'lardi. Yangi xalifa saylanganidan ko'p vaqt o'tmay ummaviy qo'shinlari yana hujum boshladi. Bu safar qo'shin juda katta edi va ummaviylar o'zlari bilan yanada kattaroq qurollar olib kelishgan edi. Ular orasida uzoq masofaga tosh uloqtiruvchi manjaniq ham bor edi. Ibn Zubayr va Hajjoj orasida muqaddas shahar yonida bo'lgan jang rosa 6 oy 17 kecha davom etdi. Yusuf ibn Mahak aytadiki, toshlarni uloqtirayotgan dahshatli manjaniqni ko'rdim. Osmon gumburlab chaqmoq chaqardi. Momaqaldiroqning ovozi manjaniq toshlarining ovozini bosib ketardi. Ibn Zubayr jang vaqtida Ka'baning yonidagi xarobaga aylangan binoga yashirindi. Bu yana bir hujumga sabab bo'ldi va shu asnoda muqaddas shahardagi Ka'ba hududi yer bilan yakson bo'ldi. Oxir oqibat Ibn Zubayr jangda mag'lub bo'ldi. Ammo Madina va Kufadagi Ibn Zubayrning tarafdorlari uning da'vosini davom ettirishdi. Mening fikrimcha bu davrda islom dunyosida tushunmovchilik va beqarorlik boshlandi. Ular Petraga yuzlanib namoz o'qishlari kerakmidi yoki Makkagami? Buyuk islom davlati bu voqeadan keyin ikkiga bo'lindi.
İlk boshda ummaviylar Shomda hukm surdilar va ular Petraga qarab namoz o'qidilar. Keyinchalik bu sulola jangda yengildi va islom davlatining sharqiy hududi Abbosiylarning qo'liga o'tdi. Natijada barcha masjidlarning qiblasi birma-bir Makkaga qaratildi. Biroz avval aytganimiz masjid qurilishidagi o'zgarishlar aynan shu davrga to'g'ri keladi. Bu davrdan oldin qurilgan barcha masjidlarning qiblasi Petraga qaragan edi. Ammo endi tarixda ilk bor masjidlarning qiblasi Saudiya Arabistonidagi Makkaga qaratilayotgandi. Lekin muammo bu bilan hal bo'lmasdi. Eski masjidlarni nima qilish mumkin? Ularning qiblalari Petraga qaragan edi. Aynan mana shu davrda masjidlarning devorlariga qiblani ko'rsatuvchi belgilar qo'yilganini ko'ramiz. Manbalarga ko'ra, xalifa Usmonning boshqaruvi davrida Madinadagi masjidlarning devorlariga belgilar qo'yilishi buyurildi. Shunday qilinsa, jamoat namoz paytida qayoqqa yuzlanishni bilardi va bu borada biror noaniqlikka o'rin qolmasdi. Bu juda qiziq bir ma'lumot, chunki unga qadar masjidlar shunday qurilgan ediki, musulmonlar namozda muqaddas shaharga yuzlanish uchun qibla devoriga qarashlari yetarli bo'lardi. Agar qibla yo'nalishi o'zgarmagan bo'lsa, masjid devorlariga belgi qo'yishning nima hojati bor edi? Xuddi shu davrda, ya'ni islomning 89-yilida masjidning devoriga qiblani ko'rsatuvchi va mehrob deb ataluvchi bir o'yiq qurila boshlandi. Bunday o'yiqlar faqatgina yangi masjidlarga emas, balki eskilariga ham qurildi. Hozirgi kunda mehroblar barcha masjidlar uchun bir standart holiga kelgan, ammo avvallari yo'q edi. Qiblaning yo'nalishi o'zgarguniga qadar masjidlarning mehrobi bo'lmagan. Ichki urush davrida ummaviylar hamon Petraga yuzlanib namoz o'qishardi. Ammo muqaddas shahardagi, Kufadagi va Madinadagi isyonchilar Saudiya Arabistondagi yangi qiblaga yuzlana boshlagan edilar. Kufa qo'shinlari Ibn Zubayr bilan uchrashganida Bujayr bin Abdulloh al-Musli shunday dedi: "Bizni kishanlar bilan sinagan Allohga hamdlar bo'lsin. Sizlarni esa bizni afv etish bilan sinamoqda. Ey Ibn Zubayr, bilginki, biz ham sen bilan ayni qiblaga yuzlanuvchilardanmiz." Naqadar g'alati bir ifoda. Biz ham sen bilan ayni qiblaga yuzlanuvchilardanmiz. Islom tarixchilari bu yerda barcha musulmonlar yuzlanuvchi bitta qibla nazarida tutilgan deyishadi. Ammo biz bu davrda qiblaning o'zgarganini bilganimiz va buni isbotlaganimiz uchun bu rivoyat butunlay boshqa ma'no kasb etadi. Demak, o'sha kuni Kufa xalqi Ibn Zubayrga qo'shilib, uning qiblasini qabul qilishgan. Bu xusus voqealar rivojini tushunishimiz uchun juda muhim o'ringa ega. Keyinchalik Abdulloh ibn Zubayr o'ldiriladi va jangda mag'lub bo'ladi. Lekin shunga qaramay, Kufa shahri yangi Abbosiylar sulolasining tashkil topishida muhim o'rin tutdi. Keyinroq esa Kufa shahri Qur'onlar ko'paytiriladigan diniy markazga aylanadi. Islom dunyosida beqarorlik davri boshlanganda, musulmonlar faqatgina siyosiy jihatdan emas, balki diniy tomondan ham ikkiga bo'linishgan edi. Muhammad payg'ambar ham aytganidek, Allohning buyruqlariga itoat qilish islomning mohiyati edi. U holda Muhammad va Qur'onga ergashib, Petradagi taqiqlangan yig'ilish joyiga yuzlanishlari kerakmidi? Yoki Saudiya Arabistonidagi muqaddas uyga va Hajarul Aswadgami? Hujjatli filmning shu joyiga qadar Dan Gibson islomning ilk asridan qolgan masjidlarni aniqladi va Urdundagi Petraga yuzlanganlarni kashf etdi. Xo'sh, islomning 2-asridan qolgan masjidlarchi? Ularning qiblasi ham Petrani ko'rsatmoqdami? Mana shu joyda jarayon qiziq tus oladi. Izlanishlarim natijasida islomning 2-asrida qurilgan masjidlar turli tomonlarga qaratilganini aniqladim. Bu davrni charkashlik davri deb nomladim. Islom tashkil topganidan 102 yil o'tib, hozirgi Suriya hududida joylashgan qadimiy shahar Busrada Umar masjidi qurildi. Ko'rib turganingizdek, bu qadimiy masjidning qiblasi Makkaga qaramagan. Ammo u Petrani ham ko'rsatmayapti. 5 yil o'tib, musulmon hukmdorlari Suriya cho'lida Qasrul Xoyrul G'arbiy nomli bir saroy qurdilar. Saroyning loyihasini ko'rsatuvchi bu chizmaning burchagida kichik bir masjid ham joylashgan va majmua tamomila Petra va Makka oralig'idagi bir tarafga yuzlangan. Bundan bir necha yil o'tgach, qadimiy Palmira shahridan 100 chaqirim shimolda Qasrul Xoyrul Sharqiy insho etildi. Bu saroyning loyihasini diqqat bilan kuzatsak, saroy ham, uning ichidagi masjid ham na Makkaga va na Petraga qaraganini ko'ramiz.
U ham ikkisining orasidagi bir joyga qaragan. Masjid me'morlarini qibla o'laroq Petrani ham, Makkani ham tanlamaslikka undagan. Bir voqea bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Balki shuning uchun ham ularning qibla yo'nalishlari ikkisining orasidan o'tgandir. Xaritaga qarasak, qibla yo'nalishi ikki shaharning qoq o'rtasidan o'tganini ko'ramiz. Bu kichik bir hisob xatosi emas. Qibla omiliy ravishda Petraga ham Makkaga ham qaratilmagan. U holda bu o'zgarishlarga oydinlik kirituvchi javobni boshqa joydan izlashimiz kerak. Islom vujudga kelishidan 109 yil o'tgach, Pokistonning Banbor shahrida bir masjid qurildi. O'sha davrda qurilgan masjidlar kabi unda ham mehrob o'rniga faqatgina qibla devori bor edi. Ammo bu devor to'g'ridan to'g'ri Saudiya Arabistonidagi Makkani ko'rsatib turardi. Bu yerda qiblasi Makkaga qaragan ilk masjid bilan yuzlashib turibmiz. Albatta vaqt ta'sirida yo'qolib ketgan boshqa masjidlar ham bo'lishi mumkin. Lekin bu masjid biz uchun o'ta muhimdir. Chunki u qibla devori aniq Saudiya Arabistonidagi Makkaga qaragan va kunimizgacha yetib kelgan eng qadimiy masjid hisoblanadi. Yanada hayratlanarlisi shuki, u Muhammad payg'ambarning o'limidan 100 yil o'tib qurilgan edi. Bu islom tarixchilari uchun ancha kech hisoblanadi va an'anaviy islom tarixida yetarlicha muammoga sabab bo'ladi. Ekspeditsiyamizning eng muhim masjidlaridan biri shu yerda Urdunning Ammon shahridagi qal'aning ichida joylashgan. Orqamdagi bu ummaviy qasri islomdan 122 yil o'tib qurilgan. Esingizda bo'lsa, avvalroq shu tomondagi ummaviy masjidini ko'rib chiqqandik. Bu masjid to'g'ri Petraga qarab turibdi, ammo orqasidagi saroyni qurishganida qiblasini Makkaga qaratib qurishgan. Demakki, qibla yo'nalishi ushbu masjid bilan bu saroyning qurilishi oralig'idagi bir davrda o'zgargan. Bu bizga qibla yo'nalishini qachon va qanday o'zgarganini aniqlashimizga yordam beradi. Shuni unutmangki, Makka atamasining yozma manbalarida ko'rina boshlanishi bilan bu saroyning qurilishi bir davrga to'g'ri keladi. Shunisi ta'jibliki, bu davrdagi adabiyotlarda ham, islomiy kitoblarda ham Makka haqida umuman so'z bormaydi. Qibla o'zgarganidan so'ng Makka haqida yozila boshlangan. Chindan ham juda ta'jibli holat. Insonlar ham buning sababiga qiziqishmoqda. Islomiy kitoblarda va tarix kitoblarida yozilishi kerak edi. Ammo qibla o'zgarguniga qadar umuman yozilmagan. Chindan ham g'alati holat. Navbatdagi masjid Urdunning poytaxti Ammondan 32 chaqirim janubda joylashgan. Bu joy mashhur Mushatta saroyi va masjidi bo'lib, milodiy 743-yilda qurilgan. Ko'rib turganingizdek, bu joy ulkan va hashamatli ummaviy saroyi bo'lgan. Masjid bu mahobatli saroyning janubiy qismida joylashgan va qibla yo'nalishi Petraga qaragan. Hatto butun majmua Petraga qaratilgan. Bu holat bizga islomni bir necha guruhga bo'linganini ko'rsatadi. Birinchisi an'anachilar bo'lib, ular Petraga yuzlanishgan. Ikkinchisi esa islohotchi Abbosiylar edi va ular Makkaga yuzlanishdi. Har ikki guruhga ham kirishni istamagan uchinchi toifa ham bor. Bular har ikkala qibladan birini tanlashdan qat'iyan bosh tortishgan. Bu davrda islom tarixida juda muhim o'zgarishlar sodir bo'ldi. Shomda hukm surgan ummaviy hukmdorlari kufalik Abbosiylar tomonidan mag'lub etildi. Milodiy 754-yilda islomning yangi xalifasi Ja'far al-Mansur sharqda yangi poytaxt qurilishi uchun farmon chiqardi. Bu shahar hozirgi Iroq hududidagi Bag'dod shahri edi. Yangi poytaxtning shahar loyihasi odamni o'ziga maftun qilardi. Binolar o'rta sharq o'lkalaridagi kabi baland-partish insho etilmadi. Uning o'rniga ulkan bir doiraning ichiga joylashtirildi. Avval me'morlar shaharning loyihasini yerga qo'l bilan chizib olishdi. Shaharning diametri 2 chaqirim edi. Qurilishi esa milodiy 767-yilda tamomlandi. Chizmada ko'rib turganingizdek, shahardagi asosiy masjidning qibla yo'nalishini ko'rsatuvchi mehrobi yo'q. Mehrob keyinchalik qurilgan. Ungacha esa devorlardan biri qibla devori sifatida foydalanildi va to'g'ri Makkani ko'rsatib turardi. Undan keyingi Abbosiy xalifalari qurdiradigan barcha masjidlar kabi. Agar shu rost bo'lsa, unda Muhammad payg'ambar islomning 4 xalifasi rovlaridan keyin hokimiyatni egallab, islom dunyosini Shomdan idora qilgan ummaviy hukmdorlar. Bularning barchasi Petraga yuzlangan holda namoz o'qishgan. Ammo ummaviylar sulolasining so'nggi yillarida bir voqea sodir bo'ldi va shundan keyin masjidlarning qiblasi o'zgartirildi.
Bir qismi Petraga yuzlandi, bir qismi Makkaga, yana bir qismi esa tarafsiz qolishni tanlab, har ikkisining orasida bir yo'nalish tutdi. Bu holat Islom davlatining g'arbiy hududlarida yashovchilar uchun bir muammo edi. G'arbdagi musulmonlar hamon Umayylarga sodiq edi. Shu tariqa islom dunyosi ikkiga bo'lindi. Iroqda hukm surgan Abbosiylar islom dunyosining sharqiy qismini nazorat qilishardi. Umavviy hukmdorlari esa Shimoliy Afrika va Ispaniyani boshqarishdi. Bu islom tarixida o'ta muhim davr edi, chunki Ispaniyadagi Umaviylar madaniyatda rivojlanishdi va bir-biridan go'zal binolar qura boshlashdi. Ispaniyadagi me'morlarning bir muammosi bor edi. Umaviylar an'anaga ko'ra Petraga qarab namoz o'qishardi. Keyinroq ajablanarli bir voqea yuz berdi va buning oqibatida kelajakdagi masjidlarning hech biri u tarafga qaramaydigan bo'ldi. Umaviylarning dushmani bo'lmish Abbosiylar Saudiya Arabistonidagi Makkaga qarab namoz o'qishardi. Shu sababli qibla sifatida u yerni ham tanlay olishmasdi. Xo'sh, Umaviylar nima qilishlari kerak edi? Andalus Umaviylarining qurgan masjidlarini o'rganib turib, o'ta hayratlanarli bir yangilik bilan tanishdim. Me'morlar qibla o'laroq na Petrani va na Makkani tanlashgan edi. O'rta Sharqdagi ba'zi me'morlarning qibla sifatida har ikki shaharning o'rtasidan o'tadigan yo'nalishni tanlashganini aytgan edik. Ammo Shimoliy Afrika va Ispaniyadagi masjidlarning me'morlari butunlay boshqacha yo'l topishgan. Bu hududlardagi masjidlar ko'p yillar tarixchilarni o'ylantirib keldi. Chunki qibla yo'nalishlari Janubiy Afrika tomonga qaragan edi. Ustiga ustak barcha Afrika va Ispaniya masjidlari biroz farqli yo'nalishlarni ko'rsatadi. Kishini o'ylantiradi, shunday emasmi? Ammo bu ma'lumotlarni xaritada birlashtiradigan bo'lsak, Shimoliy Afrika va Ispaniyadagi masjidlarning qibla yo'nalishi Petra va Makkani birlashtirgan to'g'ri chiziqqa parallel ekanligini ko'ramiz. Ya'ni bu masjidlarda qibla o'laroq Petrani yoki Makkani tanlash o'rniga har ikkisini birlashtiruvchi to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan yo'nalish belgilangan. Barcha musulmonlar Makkaning Saudiya Arabistonida ekanligini bilishadi. Ammo sen kelib asl Makka Petra edi deyapsan. Nimaga asoslangan holda bu fikrga kelding? Bunga qanday ko'rsatma va dalillaring bor? Biz Makkaning Saudiya Arabistonida ekanligini bilamiz. Sen nimaga suyangan holda buning aksini aytyapsan? Bizga dalillaringni ko'rsat. Hamon ishonchingiz komil bo'lmagan bo'lsa, men sizga yana bir narsa ko'rsatmoqchiman. Esingizda bo'lsa, islom dunyosidagi ikkinchi ichki urush haqida gaplashgan edik. Ibn Zubayr muqaddas shaharda mudofaa qilgan va Ummaviylardan iborat Suriya qo'shinlari uni 4 oy qamal qilgandi. Oktyabr oyi kelganida Ummaviy qo'shini shahar devorlari oldiga bir manjaniq olib kelib, islomning muqaddas makonlarini toshbo'ron qildi va oxiri vayronaga aylantirdi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Aslida oddiy aholining uylari devor tashqarisida bo'ladi va bu holatda manjaniq toshlari faqatgina aholi uylarini qulatishi mumkin bo'lardi. Ammo manbalarda aytilishicha, manjaniqlar shahar markazidagi muqaddas makonni vayron qilgan. Buni qanday uddalashdi ekan? Petraning yana bir o'ziga xos bo'lgan jihati bor. Avvalroq shaharning devorlari haqida gaplashgandik. Vodiyning shimol va janubida ikkita katta devor bor edi. Ammo shimoldagi devor to'g'ridan to'g'ri tog' bilan tutashmagandi. Chunki tog' etagi bo'ylab quruq daryo o'zani o'tgan edi. Mening fikrimcha, suriyaliklar manjaniqni quruq daryo o'zanidan yashirincha olib kirishgan va shu joydan shaharning markaziga, shuningdek Ka'baga va islomning muqaddas joylariga toshlar uloqtirishgan. Brown universiteti arxeologlari bir necha yildan beri qadimiy shahar Petrada qazishma ishlarini olib bormoqda. Aslida maqsadlari buyuk ibodatxonani ochiqqa chiqarish edi. Ammo ibodatxona ochilgach, o'z nazariyasini tasdiqlovchi dalillarga duch kelgan Dan Gibson hayratda qoldi. Binoning o'ziga xosligi shundaki, odamlar hujumdan himoyalanish uchun unga himoya hujralari qurishgandi. Bu bo'shliqni ko'ryapsizmi? Hujum vaqtida odamlar bu joyni berkitib o'zlarini himoya qilishgan. Bu topilma milodiy 551-yilda yuz bergan zilziladan keyingi davrga oid. Buni qanday aniqlaganimizga qiziqqanlar uchun inshootda ishlatilgan peshtoq plitalarini aytishimiz
mumkin. Ammo bu yili Petrada jang bo'lganligi haqida hech qanday yozma manba yo'q. U holda bu hujralar islom tashkil topgan davrda qurilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qo'limizdagi yagona dalil himoya hujralari emas. Qazish vaqtida arxeologlar men turgan joydan 400 dan ziyod manjaniq toshlarini topishdi. Bu toshlar ham biz aytgan davrga oid hamda bizning fikrimizni tasdiqlovchi nuqtalardan topildi. Bu biz aytgan jangning shu yerda bo'lganining dalillaridan yana biri edi. Agar shunday bo'lsa, demak islomning ilk Ka'basi shu atrofda bo'lgan. Islom dunyosi endi an'anachilar va islohotchilar o'laroq ikkiga bo'lingan edi. An'anachilar Petraga yuzlanib namoz o'qishardi. Islohotchilar esa Saudiya Arabistondagi Makkani tanlashgandi. Boshqalar esa omiliy ravishda o'rta nuqtani afzal ko'rishdi. Xo'sh, bu muammo qanday qilib yechilishi mumkin edi? Yig'ish shahri Petraning boshiga dahshatli bir falokat keldi. Shiddatli zilzila butun hududni qattiq tebratib, binolarni, ibodatxonalarni va uylarni yer bilan bitta qilib tashladi. Talofat shu qadar ulkan bo'ldiki, undan keyin shahar qayta tiklana olmadi. Qisqasi, ilk Ka'baga oid barcha izlar o'chib ketdi. Avval manjaniq toshlari Ka'baga katta talofat yetkazdi. Qolgan ishni esa Ibn Zubayr tamomladi. 713-yilda sodir bo'lgan zilzila shaharning to'g'onini yiqitib, Petrani suv bosishiga sabab bo'ldi. Keyingi yillarda kelgan sellar esa qolgan izlarni ham yuvib ketdi. Shaharga doir xotiralar unutilishi bilan birga, u davrdan 150 yil o'tib yozishni boshlagan islom tarixchilari o'z asarlarida Petra haqida umuman to'xtalishmadi. Vaqt o'tishi bilan bu ikki shahar haqidagi xotiralar birlashib, yagona bir makonning, ya'ni Saudiya Arabistondagi Makkaning xotiralariga aylandi. Bu nuqtadan boshlab qibla shu yer bo'lib qoldi. Zamonaviy arxeologiya jihozlari, sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar va internet vositasida butun dunyodagi tarixchilar, akademiklar va olimlar yo'qolgan parchalarni jamlagan holda boshqa bir tasvirni o'rtaga chiqardilar. Bu juda ham g'alati. Bunday narsani ilk bor eshityapman. Chindan ham bunga musulmonlarning ishonishini kutyapsizmi? Nega islom adabiyotida yoki tarix kitoblarida bu haqida umuman yozilmagan? Islom dunyosi bu voqeani ongli ravishda unutib yubordimi? Chindan ham juda g'alati. Islom tarixining yozilishiga ta'sir ko'rsatgan voqealarni tushunishimiz uchun avvalo bir nechta xususni bilishimiz lozim. Birinchisi, mening fikrimcha, islom davlatining ilk davrlarida g'ayratli musulmonlar tomonidan adabiy bo'shliq paydo qilindi. Bular kitoblarini va qo'lyozmalarni yo'q qilishdi, tosh yozuvlarni o'chirishdi va kutubxonalarni yoqishdi. Qur'ondan tashqari barcha adabiyotlarni yo'q qilishdi. Qur'on esa Muhammad yodlatgan vahiylarning odamlar xotirasida qolgan parchalaridan iborat edi. Ko'pgina yozma manbalarning islomlashganlari tomonidan yo'q qilinganligi tarixiy qaydlarga kiritilgan bir haqiqatdir. Bu qaydlardan biri milodiy 640-yilda o'sha davrdagi xalifaning Misrdagi islom lashkarboshisi qo'mondon Amrga yozgan maktubidir. Qo'mondon Iskandariya omborlaridan topilgan minglab qo'lyozmalarni nima qilishlari kerakligini so'raydi. Xalifaning javobi qaydlarda mavjud bo'lib, bir necha asrlardan buyon saqlanib qolgan haqiqatdir. Siz aytgan kitoblarga kelsak, javobim shuki, agar ichidagilar Allohning kitobiga uyg'un bo'lsa, ularga zarurat yo'qdir. Chunki bu vaziyatda Allohning vahiylari bizga kifoya qiladi. Agar Allohning kitobiga uyg'un bo'lmasa yoki zid kelsa, u holda zotan bu kitoblarni saqlashning keragi yo'q. Hech ikkilanmay hammasini yo'q qiling. Mashhur musulmon yozuvchisi Ibn Qiftiy aytadiki, kitoblar Iskandariya hammomlariga teng taqsimlab berilgan va hammomlarni isitish uchun yoqilgan. Aytishlaricha to'plangan manbalarni yoqish rosa 6 oy davom etgan. Konstantinopol patriarxi Yevtixiy Iskandariya kutubxonasidan chiqqan kitoblar va qo'lyozmalarni 4000 ta hammomga tarqatilganligi haqida yozadi. Aslida kitoblarning yoqilishi Misrda boshlanmadi. Undan 4 yil avval Eronda boshlangan edi. Milodiy 636-yilda xalifa Umarning qo'shini bilan Sosoniy qo'shinlari Qodisiya jangida to'qnash keldi. 637-yilning yanvar oyi boshlarida musulmon qo'shinlari Ktesifon shahriga keldi va 2 oy davom etuvchi qamalni boshladi. Oqibatda Ktesifon bardosh bera olmadi va musulmonlar shaharni ishg'ol qilishdi. Jang vaqtida saroylar ham, Ktesifon kutubxonasi ham yoqib yuborildi.
Oxir-oqibat butun Arabistonda yo'qolishdan qutulib qolgan yagona kitob Qur'oni Karim bo'ldi. Gap Qur'on tarixiga kelganida tarixchilar biroz qiynalishadi. Barchaga ma'lumki, Qur'onning asosiy qismi yozuv bilan emas, balki og'zaki yo'l orqali naql qilingan. Arablar yodlash va butun Qur'onni xotirada saqlash borasida har qancha usta bo'lishmasin, afsuski og'zaki naqlning o'z tabiatiga xos ravishda ba'zi jiddiy muammolari mavjuddir. Birinchisi, naql zanjiridagi insonlarning xotiralari mukammal bo'lishi shart. Masalan, islom tarixida Qur'ondagi ba'zi oyatlarning qanday tafsir qilinishi va bog'lam ichiga kirish-kirmasligi juda ko'p bahslarga sabab bo'lgan. Ikkinchisi, yodlangan bilimning ustozidan shogirdga naql qilinishi juda qiyin va hatto muammoli jarayondir. Buni Qur'on misolida olsak, Muhammad olib kelgan oyatlarni yod olganlarning ko'pchiligi ayni vaqtda jangchi ham edilar va bu jangchilar urushlarda halok bo'lishganda yod olgan narsalari ham ular bilan birga yo'q bo'lar edi. Bunga eng yaxshi misol Yamomad jangidir. Bu jangda 450 ga yaqin qorilar halok bo'lishgan. Shom va Iroq xalqlari Armaniston va Ozarbayjonni fath qilish uchun safarga chiqishganida Huzayfa bin Yaman xalifa Usmonning huzuriga keldi. Huzayfa xavotirda edi, chunki Shom va Iroq xalqlari Qur'onni bir-biridan farqli shaklda o'qishardi. U xalifa Usmonga dediki: "Ey mu'minlarning amiri, ular vahiylar borasida ziddiyatga kirmasdan avval ummatni qutqar." Shundan so'ng Usmon Hafsaga maktub orqali shunday dedi: "O'zingdagi bosh mushafni bizga yubor. Shu yo'l orqali Qur'on matnlarini eng sifatli shaklda yig'amiz. Xatosiz nusxa ko'chiramiz va mushafni senga qaytib yuboramiz." Hafsa ham yubordi. Keyin bir guruh kishilar Qur'onning yangi nusxalarini chiqarishdi. Usmon bu uchqurashlikka dediki: "Biror joyda ixtilof qilsangiz, Quraysh lahjasida yozinglar. Chunki Qur'on ham shu lahjadan nozil qilingandir." Bir nechta nusxa tayyor bo'lgach, Usmon asl nusxani, ya'ni mushafni Hafsaga qaytarib yubordi. Keyin xalifa Usmon har bir musulmon viloyatlariga tayyorlangan nusxalardan bittadan yuborib, qolgan barcha Qur'on matnlarini, xoh oyat parchasi bo'lsin, xoh butun Qur'on bo'lsin, hammasini yoqishni buyurdi. Shu tariqa yoqish jarayoni davom etdi. Bu safar Qur'on matnlari qo'lyozmalari yoqilgandi. Lekin bu ham Qur'onning ichiga nimani kiritmaslik borasidagi bahslarga nuqta qo'yolmadi. Ko'paytirilgan yangi Qur'on nusxalari viloyatlarga jo'natilganida ba'zi odamlar ochiqcha qarshi chiqishdi. Zayd bin Sobit aytdiki: "Mushafni yoza turib, Ahzob surasining bir oyatini topolmadim. Holbuki uni Rasulullohdan ko'p eshitgan edim. Ushbu oyatni izladik va topdik. Huzayma bin Sobit al-Ansoriyda ekan. Bu 5-6 dona nusxa endi butun islom davlatida qolgan yagona Qur'onlar edi. Usmonning barcha Qur'on matnlarini yoqish buyrug'iga ko'ra boshqa joylardagi Qur'onlar yo'q qilindi. Faqatgina bir nechta valiyning o'ziga saqlab qo'yganlarigina qoldi. Chindan ham avval islom bilan aloqasi bo'lmagan kitoblar yoqildi. Keyin musulmonlar faqatgina 5-6 nusxani olib qolib, o'zlarining muqaddas matnlarini ham yoqishdi. Shuni unutmangki, bu davrda islom davlati Atlantik okeanidan boshlanib, O'rta Sharqdan o'tib, Afg'onistonga qadar yoyilgan edi. Bir necha million kilometr kvadrat maydonda faqatgina 5-6 dona Qur'on nusxasi qolgan edi. Biroz avval adabiy bo'shliq davri deganim aynan mana shu edi. Keyinchalik Abbosiylar islom davlatini egallashganida bu bo'shliqni angladilar va uni to'ldirishga bel bog'ladilar. Ammo bu safar paydo bo'lgan muammo islom tarixining Abbosiy versiyasini yaratish harakati edi. Abbosiylar nazoratida yozilgan kitoblar Abbosiy tarixining siyosiy jihatini to'g'ri aks ettirardi. O'zlaridan avvalgi 250 yillik hikoyalar va hadislar to'plandi, ko'paytirildi va tarqatildi. Avval yozilgan kitoblar yo yo'q qilindi yoki ichida xato borligini iddao qilgan kotiblar tomonidan o'zgartirildi. Abbosiylar davrida juda keng miqyosda diniy, ilmiy va akademik izlanishlar olib borildi. Abbosiy hukmdorlari islomning ilk yillarini ijobiy tasvirlagan va shu bilan birga o'z hokimiyatlarini dastaklovchi barcha ilmiy ishlarni jon deb qo'llab-quvvatladilar. Bu davrda islom tarixi haqida katta kitoblar yozgan buyuk tarixchilar yetishib chiqdi. Ammo bu shaxslar eski kitoblarga ham tuzatishlar kiritdi.
kiritishdi. Masalan, Ibn Ishoq tomonidan yozilgan Muhammadning hayotini anglatuvchi asarning asl nusxasi bizgacha yetib kelmagan. Chunki Abbosiylar davrida yashagan Ibn Hishom bu asarda katta xatolar ko'rgani uchun unga o'zgartirishlar kiritgan. Ibn Hishomning bu harakatidan keyin qolgan buyuk islom tarixchilari ham o'z tarix kitoblarini yozishni boshladilar. Oxir-oqibat Abbosiy hukmdorlarining diniy va siyosiy qarashlariga uyg'un bo'lgan islom tarixi paydo bo'ldi. Qiziq, hozirgi musulmonlar Abbosiy senzurasining qurbonlari bo'lishi mumkinmi? Musulmonlarning Qur'onda amr etilgan Petrdagi taqiqlangan yig'ilish joyiga emas, balki Makkadagi Hajarul Aswadga, ya'ni qora toshga yuzlanib namoz o'qishlari Abbosiy hukmdorlarining maxsus siyosati edimi? Musulmonlar hamon Abbosiy propagandasiga erishayotgan bo'lishlari mumkinmi? Mening fikrimcha, bu holatga zamin yaratgan hodisa ilk musulmon rahbarlari Qur'onning turli matnlarini yig'ishlari bo'ldi. Bu yerdagi muammo matnlarning to'planishi emas edi. Asl muammo o'z qarashlariga zid bo'lgan barcha narsaning yo'q qilinishi edi. Islom tushunchasi bilan g'arb tushunchasi orasida chindan ham katta farq bor. G'arb tushunchasiga ko'ra, keyinchalik yozilgan tarixiy manbalarning ishonchlilik darajasi past hisoblanadi, chunki ular nusxalarning nusxalaridir. Shu bois ham doimo yanada eskiroq manbalarni topishga intilamiz, chunki to'g'riroqdir. Ammo musulmonlarga ko'ra yanada eski manbalar yanada ishonchsizroqdir. Shu alfozda yangi manbalar har doim eskilarining o'rnini egallaydi. Hatto Qur'onda ham yangi vahiylar eskilarining o'rnini oladi yoki ularni nasx qiladi. Bir bora nosikh tushunchasini qabul qilsangiz, har qanday o'zgartirishlarni qabul qilishga majbur bo'lasiz. Agar Abbosiylar tarixni o'zgartirgan bo'lishsa, Qur'onning ichini o'zgartirishgacha borgan bo'lishlari mumkinmi? Masalan, Makka nomi 48-suraga qanday kirib qoldi? Muhammad payg'ambarning xalifi bo'lgan Abu Bakr Qur'on matnlarini ilk bor jamlagan odamdir. Undan keyin kelgan Usmon bu sahifalardan foydalangan va unga qo'shimchalar kiritgan. Tarixchilarning aytishicha, xalifa Usmon Qur'onni jamlaganidan keyin ham Muhammadning boshqa oyatlarini eslagan odamlar chiqqan. Qachon yangi Qur'on o'rtaga chiqsa, u yanada mukammalroq Qur'on sifatida olqishlangan. Avvalgi Qur'onlarda bir muammo yo'q, ammo yangilari yanada to'liqroq edi. Ya'ni yanada ko'proq vahiyni o'zida jamlagan edi. Abbosiylar Makka nomi kiritilgan, yanada mukammalroq Qur'on chiqargan bo'lishlari mumkinmi? Hozirda Istanbuldan Samarqandga qadar bir qancha muzeylarda Abbosiylar davridan qolgan kufiy Qur'onlar bor. Bu Qur'onlar Kufa shahrida yaratilgan kufiy xat bilan yozilgan. Agar boshqa xat bilan yozilgan eski Qur'onlarga qarasakchi, men kufiy xatdan avvalgi bir qancha eski Qur'on qo'lyozmalarini ko'rib chiqdim. Kufiy xatdan avvalgi manbalarning hech birida qibla o'zgarganiga yoki Makkaga doir biror oyat topolmaganim sizni hayron qoldirmaydi deb o'ylayman. Tarixchilar islom tarixini yangidan yozmoqchisan deb meni tanqid qilishdi. Sizni ishontirib aytamanki, meni bunday niyatim yo'q. Faqatgina biroz tuzatish kiritishni taklif qilyapman xolos. Avvallari islomning muqaddas shahri deganda Bakka tushunilardi. Men bu atama Petra shahriga nisbatan qo'llanilgan deb o'ylayman. Chunki sanoqsiz zilzila Petrada ko'pchilikning yostig'ini quritgan. Ibn Zubayr qora toshni Makkaga ko'chirganidan keyin kotiblar tomonidan qilinadigan kichik bir o'zgarish hammasini to'g'rilardi. Arabchada Bakka kalimasi mana shunday yoziladi. Ammo arabcha B harfini minga o'zgartirish juda ham oson. Yana bir ko'ring. Bor yo'g'i shu xolos. O'quvchilarning bu farqni payqashi mutlaqo imkonsiz edi. Abbosiy kotiblari Qur'ondagi Bakka kalimasiga tuzatish kiritgan holda Makkaga o'zgartirgan bo'lishlari mumkinmi? Mening fikrimcha, qo'limizdagi dalillarning har biri islom tashkil topgan qadimiy shahar Bakka Petra ekanligini ko'rsatmoqda. Islomning ilk asrida qurilgan barcha masjidlar Petradagi taqiqlangan yig'ilish joyini ko'rsatmoqda. Muqaddas shaharga oid barcha sifatlar Petraga mos kelmoqda. Makkaga emas. Qur'onda musulmonlar namozda yuzlarini taqiqlangan yig'ilish joyiga qaratishlari aytiladi, ammo Qur'onda qora toshga oid birorta ham so'z uchramaydi.
Dan Gibson o'z izlanishlarini tamomila islom tarixiga tayantirgan bo'lsa ham va arab dunyosiga o'zgacha muhabbat qo'ygan bo'lsa ham, uning nazariyalari musulmonlarga og'irlik qilishi turgan gap. Bugun dunyodagi dinlarning kelib chiqish haqiqatlarini o'rganishga jiddiy kirishilganini hisobga olsak, har qancha qiyin bo'lmasin, barcha dinlar bunday izlanishlarga tayyor turishlari kerak. Islom o'ziga shu savolni berishi kerak. 1 milliarddan oshiq musulmon dinlarining qayerda va qanday boshlangani haqida ularga yanglish ma'lumot bergan abbosiylarning qurboni bo'lgan bo'lishlari mumkinmi? Agar shunday bo'lsa, bu ma'lumot oddiy musulmon uchun nimalarni o'zgartiradi? Glasshouse Media bir qator islomiy tashkilot va olimlarga murojaat qilib, Dan Gibsonning izlanishlariga doir munosabat bildirishga chaqirdi. Ularga Gibsonning qarashlarini kamera qarshisida tortishish uchun imkon yaratdik. Shu kunga qadar qabul qilgan bo'lmadi.